Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Men bugun sizlarga Mahmud az-Zamaxshariy to'g'risida ma'lumotlar aytib o'tmoqchiman. Abul Qosim Mahmud az-Zamaxshariy 1075-yilda Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida dunyoga kelgan. Ilmga bo'lgan chanqoqlik uni Buxoro, Marv, Nishopur, Isfahon, Shom, Bag'dod, Hirot va Makkada hayot kechirib, arab tili va adabiyotini, diniy ilmlarni, xattotlik san'atini, arab maqollari va urf-odatlarini chuqur o'rganishiga sabab bo'ldi. U mintaqa geografiyasiga doir ma'lumotlarni to'playdi. Mahmud Zamaxshariy turli soha ilmlariga oid 50 dan ortiq asarlar yozib qoldirgan. Ayniqsa uning arab tili fonetikasi va morfologiyasiga bag'ishlangan Al-Mufassal, Qur'oni Karim tafsiriga oid Al-Kashshof asari musulmon olamida mashhurdir. Zamaxshariy arab va g'ayriarablar ustozi, yana Xorazm faxri kabi sharafli nomlar bilan ulug'langan. U ko'p asarlarini Makkada yozganligi uchun Jorulloh, Allohning qo'shnisi degan sharafli nomga muyassar bo'ladi. Qohiradagi dunyoga dong'i ketgan Al-Azhar diniy Dorul Fununining talabalari hozir ham Al-Kashshof asosida Qur'oni Karimni o'rganadilar. U shuningdek tarixdagi birinchi ko'p lug'atli arabcha, forscha, turkiy lug'atning asoschisi bo'lgan. Mahmud Zamaxshariy 1144-yilda Xorazmda vafot etgan. 1995-yilda O'zbekistonda Mahmud Zamaxshariyning 920 yilligi keng nishonlandi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.